qanaqangi sizda hozir savol bo'lsa, sizda hozir savol, yechilmagan savol bormi, yechishga harakat qiling. Buni ongga programma qilib bersangiz bo'laveradi. Ong hamma narsani yecha oladi, yarata oladi, faqat unga berish kerak. Masalan, menda hozir pulim bo'lmasa-da, men aytsam, dadamdan pul olib turaman yoki qo'shnidan pul so'rab turaman desam, ong aytadi, ha, bizda pul bor ekan demak deydi. Harakat qilmaydi. Ong pul borligiga ishonadi. Ammo aytsam, menda hozir pul yo'q, menga shuncha pul kerak, masalan 1 million pul kerak va men srochniy buni topishim kerak. Men nima qila olaman bu uchun? Men qandaydir qilib 1 million topishim kerak. Nima qila olaman? Menga g'oya kerak. Men nimalar qila olaman? O'zimga savol beraman. Berganimga o'zi javoblar chiqishni boshlaydi. Mana shu summaga oid nimalar qila olaman? Har xil javoblar chiqadi. Va o'sha javoblarni yozib olib turib, birinchisidan boshlab qilib bajarib ko'rish kerak. Masalan, magazinga borib, yonimdagi magazinga kirib, men 1 million pul uchun ishlashim mumkin-da. Kirib so'rab ko'raman magazindan, sizlarga shunaqa kerakmi debda. Ular albatta отказ berishadi va keyingisiga borib ko'raman, chunki ichimdagi qo'rquvlarimni ko'rsatib berish kerak albatta. Men bajara olmayman, qila olmayman degan qo'rquvlarim bor-da ichimda. Ular meni ko'rsatib berish kerak. Albatta ular menga отказ berishadi. Yo'q, albatta kimdir meni oladi, men topa olaman shu ishda deyman. Va keyingisiga borib ko'raman. Undan keyingisiga borib ko'raman. Albatta men yorib o'taman bu holatni.